Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, akalar, inilar, hammanglar bugungi sorunimizga xush kelibsizlar. Bu sorunni o'rlashtirgan mushu leksiyani so'zlash fursatini bergan qarindoshlarimizga ko'p rahmat aytaman. Undaqda bugun mening so'zlamoqchi bo'lgan asos leksiyarim Gollandiyada o'qish hayoti haqida o'zimning o'ylaganlari va mushu Gollandiyadagi ma'lum bir o'qishga aloqador qoidalarni ya biz qilishlik ishlarni bir yig'inchoqlab bir leksiya şekilde sizlerge tayyorlab hazırlab geldim. Bu taxminan 20 minut atrofida bo'ldi. O'zim haqida ozroq tushuncha berib o'tsam, ismim Jasorat. Turayotgan o'rnim Gollandiyaning Den Haag shahrida. Ana o'qish ahvoliga kelsak, Gollandiyadagi o'sha Leiden universitetidan Den Haag texnik universiteti o'sha ikki maktab birlashgan Talshakel trayekt deydi, TST deb qo'ydik. Mushu proyekt bo'yicha, ya'ni u maxsus universitetga chiqadigan o'qimoqchi o'quvchilarga tayyorlangan bir program ekan. Mushu bo'yicha o'qib inshaalloh 7-oyda o'qish bitirish oldida turyapman. Bu Gollandiyaga 2021-yildan keyin kelgan o'quvchilarga qarta yangidan tuzilgan bir xil qoida ekan. Ya'ni o'zingiz universitet o'qimoqchi bo'lsangiz 2 yil tarbiyalanasiz. Xuddi vatanda biz burun tayyorlik sinflarida o'qib universitetga andan kasbiga tushganga o'xshash. Shunga buningki har qaysi o'zimiz turishlik xementi shaharlik hukumat bilan aloqalashib yoki ulardan deyish orqali bu programmada o'qiy olamiz. Yaş çeklemesi var mı yok mu? Yaş cheklamasi bor. Uni men so'zlayman. Leksiya tartibi 3 tartib bo'yicha birinchisi Golland tili o'rganish va Emburxeren haqida, ikkinchisi Gollandiya ma'rif sistemasi va oliy maktabga tizimlatish, uchinchisi qanday qilganda Golland tilini yaxshi o'rganib, Gollandiya hayotiga tez moslasha olamiz degan 3 temada so'zlashib boramiz. Ondan sonra birincisi Golland tili o'rganish va Emburxeren haqida. Buningda mesela biz kamp hayatı bir hayat, haqiqiy bir o'zimiz normal turmush hayotiga chiqqandan keyin biz avval uyga chiqamiz, uyni bir necha hafta o'zimiz saramjonlashtirib qilib bo'lgandan keyin shu shaharlik hukumatdan bizga bir kontakt person deb bir kishi bor. Shu aloqalashib eng avval bizdan bir ko'rishma qildi. Ko'rishib qanday ahvolingiz, bizning shaharlik hukumatga xush keldingiz. Deb biz qanday qadam, oila sharoitimiz qanday, bolalarimiz bormi, o'zimiz qandayroq adam bularni bilib faqat normal suhbat qildi. Agar inglizcha yaxshi bilsanglar, bevos inglizcha paranglasanglar bo'ldiki, agar inglizcha bilmasang balkim tarjimani o'rlashtirish mumkin. Va uni toza yaxshi bilib ketmay ekanman. Lekin bir paranglish ep bor, ya'ni mushtat bo'yicha ma'lum. Men ikkinchi qitim ko'rishgandan keyin, chunki bu 6 haftadan 8 haftagacha bir PIP deb qo'ydi, Nederlandcha qisqartirib. Başta programma ikinci qitimda rasmiy sizlar o'tirib paranglashdi. Nima maqsading va nima qilishni o'ylaysan turmushingda? Ya ishlab pul tepishni xohlamsan, ya o'qish bilan kasb o'qishni xohlamsan, yo'qsa sen qanday adam deganda sizlar 6 haftadan 8 haftagacha paranglish jarayonida kunda paranglashmaydi, balki 2 qitim, 3 qitim chaqirtish mumkin. Ularni sizning tushundingiz, siz o'zingizning maqsadini yaxshi tushundirsiz. Bo'lgandan keyin ana bu rasmiy andan keyin bir kichik bir sinoq ilindi, buni IQ testi deb qo'ydim. Ya'ni bir normal bir aqliy tafakkur qila olgansiz normal odammi yoki jismoniy fiziksal jihatda yoki ruhiy jihatda ozroq bir zarba uchirganmi? Demak, normal o'qish hayotini davomlasha olsangiz, undan keyin sizga rasmiy plan Emburxeren deb 3 xil shakl bo'yicha, mana yangi plan bo'yicha bo'ldi. Ya'ni B1 routen deydi, B1 route, ikkinchisi Onderwijs route, uchinchisi mana Zelfred Zanhey Road deb. Yani birincisinden normalda siz mesela Gollandiyada bekmi o'qishni orzuyunuz yo'q. Lekin bekmi yetib olmaysiz. Normal bu shunday bir yashamoqchi, ya bolalaringizni o'qitib yoki o'zingiz normal bir xizmat yapib degandek. Bu vaqtda siz shu B1 rutini deydi ekan, ya'ni B1 yo'nalishi bo'yicha shuni tanlaydi ekansiz. Tanlagandan keyin davlatning B1 ya imtihonidan o'tishingizni eng asosiy shart qildi-ki, agar yaxshi o'qib 5 kunda imtihon o'tsangiz bo'ldi. İkincisi ma'rif yo'nalishi. Ya'ni siz rasmiy bir universitet o'qimoqchi, men bakalavrlik bo'lsin, men magistrlik bo'lsin, siz yuqori ilm yurtlarida bilim olmoqchi bo'lsangiz, buni B1 deydi, eng tuvan chekni. Lekin cho'qim 5 kun o'tishingiz kerak. Uning tartibini yili deyman. Uchinchisi, agarda siz yishingiz favqulodda sal cho'ng yoki og'riqchan yoki faqat ba'zi kishilar bor, ba'zi ishda yaxshi, lekin til o'rganish kelganda faqat chiqishamaydigan, gaplashamaydigan. Yoki shu xil qanday bir ma'lum boshqa bir sabab tufayli bo'lib qolsa, yoki A2 o'quv deydi ekan, yo'qsa hech qanday balki sizdan imtihon olmasdan shularniki ma'lum bir o'zining talablari bor ekan. Shuni o'rnagandan keyinlar
Şu imburxirin, yani şu puhralışını tamamlagan bolasiz demekçi. Andikin diplomlarınızı aldı ekansiz. Bu taxminan 3 yil ichida tamamlandı. Bunu tamamlagandan keyin shunda qaysi ishlarimiz yaxshi esa, birinchidan albatta o'zimiz Gollandiyada texam rahat yashaymiz. Ayağımız kekeşlep ya otuq maqsadimizni bildirilmay, yurishdan hojat qolmaydi. Birisiga tayinishdan hojat qolmaydi. Yana birisi o'zimizdan bu tugatgan bir iftixorlik tuyg'usi bo'ldi. Yana birisi vatandoshlik xizmat qilmoqtimizda imburxonani tugatgan, hammadan mening diplomim bor, men tugatgan. İşlamı nayet güzel alet yürüyüşüge faydası var demekçi. Hemen bu vaqtda tordan material görüş jarayonida çünkü hazır bu şu teşkilatlarımız mı, Uygurlarımız mı maşallah neçilden beri köplep kelgandan keyin her sahada kuch chiqayotgan Uygurlarımız bek chiqqanchu. Bunun için şu Golland tili o'rganishimiz mi? Men o'ylayman, şu yaqinqi 1-2 yildan beri boshqacha bir ko'tarilib ketdi. Bunun için de ben şu Migrin sağ ma'lumda bu Gollandiyada bir ayol xonim bor ekan. Özü məxsus şu ma'rif bilan shug'ullanadigan ko'p bizga shunday bir materiallarni ta'minlagan. Bu xonimdan to'g'ri qarsam şu imburxirin haqida, fuqarolish haqida bo'lsin, vatandosh haqida nurg'un yaxshi bizga qoldirgan mazmunlar bor ekan. YouTube'dan buni ham Gollandiya Uyg'ur kishilar huquq fondi degan YouTube'dan bossanglar, nurg'un bunun aloqador mazmunlar chiqadi ekan. Shu men bu xonimdan tuningan ruxsatini olgan avvalosida shu bu tayyorlagan mazmunlarni yozib qo'ydim. Shu bularni qisqalan foydalansak bo'ladi. Chunki men to'g'ri tarjima qilsam yana shu mazmunga shu xonimnikidan keldim. Shu puhralish degan nima deganda shu Golland tilida o'rganish, ya Gollandiya jamiyati va xizmat bozorini tushunib, bu yer shu o'zingiz baqalaydigan jiningizni xos holatda shu holatga akilish shu maqsad, hukumatning maqsadi shuki, biz shu maqsadga yetgandan keyin unda nima ish qilsak bu yerda Belki yani bir kardeşimiz bu yer hizmet doğrusunda, kelgüsü hayat doğrusu sözleydi. Demek muşu hem okuş cihati ki her bir kelgen adamın o'rlaydigan en tüven asası hesaplandı ki. Ondan bunu kim o'rundaydi? Hemmeden o'rundamdı yoki ma'lum bir doiraga adamlarmi deganda, mesela siz qisqa vaqtla kelib ketadigan emas, uzunmi da ko'pinchimiz shugan bu yerda balkim o'rimizning oxirigacha yashaymiz deb niyat qilgan bo'lishimiz mumkin. Uzun müddet yazsanız, yoki bo'lmasa siz mush Yevropa İttifaqının sirtidan kelgan bo'lsangiz, ya bo'lmasa 16 yoshdan 67 yoshgacha mush orliq kishilarga majbur. Uning tuvan bolalarningki u boshqa, uning yuqurlarningki va imburxiring deb u xil jihatda sizga majburiyat qilmaydi. Lekin albatta buning hammin deyishni siz cho'qim qanday Gollandiyaningki kimligini, kimligi deganda mush iqomatini olgan, ya'ni qabul qilingan bo'lishimiz kerak. Mush shartlar bo'lsa, ya'ni mushu ishning ichida birsiga tushgan kishi, demak mush shartni imburxirini hozirlash kerak ekan, tamomlash kerak deganda. Andiki buni qancha vaqt puturimiz deganda 3 yil ichida puturdik ekanmiz. Men bayam degandek bir mas'ul xodim bizga mas'ul bo'ldi ekan, buni tushundirdik ekan, suhbat olib bordik ekanmiz. Mushlarni 3 yil ichida tamomlashni shart qildik ekan. Bu hamda bek tafsili, bek inchki mazmunlar saqlashlar. Vaqt munosabati bilan men en negizlik yerlerini sizlarga tushuntirib bermay, qolganini o'zinglar mush xonimninki men bayam degan YouTube'dan bo'lsin, mayli hukumatning torbatlaridan en yaxshi mazmunlarga erisha olasizlar, tafsili bo'lgan. Şu bayam degandek hozir o'qish biz imburxirinda başladik, biz şu 3 kar etgan. Birinchisi şu B1 saviya bo'yicha til o'rganish bor ekan buning ichida. Andikin ma'u Freiwillig xizmat buni nima deymiz uyg'urcha? Fidoiya. Fidoiya. Fidoiya xizmat qildi ekansiz. Bu mo'yliqi bizningki shu mishada fuqarolishni tamomlashimiz uchun foydali ekan. Chunki maktabda o'qib qo'ygan bilan bu jamiyat ishlatmasak, yana bo'lmaganligi uchun hukumat bizni ham işte xalasa narxi fidoilar ishiltish, til o'rganish orqali 3 yilda ham bizni B1 saviyani tamomlashni talab qildik. Bu amaliyotda bizning o'zimizning menfaat uchun. Ikkinchisi ma'rif liniyasi. Siz bu yerda zodi bir unus kirib o'qiyma yoki HBO deydi, IMBO deydi yoki VO deydi. Bu to'g'risida ozroq bir so'zlashib boramiz. O'rganmoqchi bo'lsangiz, bunda Golland tili asos bo'ldi ekan. Inglizchangiz bak yaxshi bo'lsa, inglizcha bo'yicha o'qisangiz bo'ldi ekan. Ana siz o'qigan kasbingiz mayli fizik, ximiya, biologiya oid bo'lsa, shu kasblardan ma'lum bir diplomlarni talab qildi ekan. Bu endi ikkinchi xil ma'rif liniyasi. Uchinchi xili bayam degandagidek shu mustaqil yashash iqtidorini yetildirish liniyasi deydi ekanmiz. Yoki til o'rganishga bak nimangiz yo'q, yo bo'lmasa qiynalib qolgan, yoki ishingiz sal cho'ng bo'lib qolgan, yoki fizika yoki ma'naviy ro'yjatdan ma'lum bir to'saqlarga uchragan bo'lsangiz, uni hukumat bilan deyish orqali ham har bir ximentining o'xshamaydigan o'xshaydi. Mush bo'yicha masala hal qilindi ekan. Uningdan keyin qarsak, yana mana mushu duoning torbetini olgan xariti shu. Ya'ni PIP deb qo'ydik bu planni. Mana 3 qarildi. Underways,
Rayhol, mesela yani Zero'da da bu üç xil jihatda. Mesela siz universitet o'qimoqchi bo'lsangiz, mana MBO, HBO, VO. Agarda normalda mana ikki xil imtihon beroladigansiz, agar B1 liniya uchun olsangiz, lekin cho'qim eng tuban B1 imtihon davom etishingiz kerak. Agar men B1 manga qadar yetarli emas desangiz, B2 imtihon qilsangiz bo'ldi. Yavma kelib qolsa, biz degandek Zero'dan bo'yicha bo'lsangiz, A2 imtihon bersangiz bo'ldi yoki imtihon bermaymi, udullanqanda shu har bir ximentining o'zini o'rlashtirib bergan shu planni o'rnasangiz-lam tamomlay olasiz demoqchi endi. Bu burunqi nim bilan hozirgi sistemaning farqi. Ana yana birsi bor, Kanin bilan PFT-da. Bu Kanin belki memnunlar bilasizlar. Yani şu Gollandiyani asosliq tarixi olsun, jamiyati olsun, siyosati olsun, hamma narsa to'g'risida bir ma'lumot gap. Bu bir 45 minutlik imtihon, oshik saviyada oldigan. Buni normalda har qanday Gollandiyada şu imburxeran tugatmoqchi bo'lgan odam şu 3 yo'nalishga kelmaydan cho'qim berdi. Yana birisi PFT deb bor. Bu faqat bizga ma'naviy jihatdan berilgan dars. Uning amaliy darsi yo'q, imtihon ilmaydi, lekin darsga to'liq qatnashsiz. Buning nim so'zini deganda shu Gollandiyamiz bilamiz. Bu faqat bir millat yoki bir dinlik davlat emas, ya'ni nihoyat xalqaralashgan nurg'un millat, siyosiy, diniy e'tiqod ideyalar birikkan bir davlat. Unda bo'lgankan, Bayam Shayx degandek o'zimizning dinini, o'zimizning milliy ideyasini qo'g'dash bilan birga boshqalarning madaniyatiga, diniga, urf-odatga hurmat qilish bu nihoyat muhim endi bu davlatga nisbatan. Demak, mushni biz qanday shaklda eng yaxshi holatda o'zimizga o'zlashtiramiz yoki bu turmushlar, bu davlatlar moslashimiz degan temada bu bir dars. Demek muşularni tugatsak biz mush Emburxeringda 3 yil hukumatdan oldidagi vazifamizni tamomlagan bo'ldik ekanmiz. Uningdan keyingi hayotda mayli siz qanday yashang, o'zingizningki bir yangicha hayot bo'ldi ekan. Bu birinchi tema. Ikkinchi tema Gollandiya ma'rif sistemasi va oliy maktab tizimidir. Ham Gollandiya ma'rif sistemasidan shaxsan men his qilgan eng xush bo'lgan yerim, dunyoda masalan biz burun Xitoyda o'qib baqdik, Misrda o'qib baqdik, Turkiyada o'qishlarni ko'rib baqdik. Lekin Gollandiyaning meni eng xush qilgan yeri, har kim mayli siz nima kasb o'qing. Masalan, bizning ideyamiz burun qandaqdi? Masalan, mundaq desa bu yerda har xil akalarimiz borki, boshqa tushuncha olib qolmasin. Bizga burun Xitoycha bo'lsin yoki o'qishni qandaq ideya singdirayotgansa, men eng cho'q farq shuni his qildim. Masalan, bir odam tijorat qilsa yoki bir samspazlik qilsa, yoki bir oshxona qilsa, yoki bir jismoniy emgak qilsa, nazarda ko'rdingmi, yaxshi o'qimasang, mana shunda ishlarni qilsa, yaxshi o'qisang, bunda ishxonalarda o'tirsa, payzi doktorxonada ishlaysa, nochi aeroplan mashinalarni haydaysa deb. Degankin bizning nurg'un ideyamiz yana shu materializmlikning ideyasi bo'yicha, demak, yaxshi o'qigan odam shunda oliy o'rinlarda ishlaydi, ma'ni tuvan tabiiy qiladi degandekda shu yo'shirin emimizga singdirgan ba'zan bir xato ideyalar bor ekan. Men Gollandiyaga kelib eng xush o'g'anim nima deganda mush ideyadan meni to'liq ozod qilinganim. Ya'ni mening nazarimda har qanday kishining balki sizlarning shunday bo'lishi mumkin, bir o'zining halol kuchi bilan bir qimmat yaratib, mishada bir yashayotgan har bir kishining uning qimmati, uningki nemisining qancha farqli bo'lganligini bizga shu ma'rifni tushunish jarayonida men texnik his qilib yetdim. O'ylab baxsam, ishxonada o'tirib, bunda ishlaydi qoldi, deb tijorat qildigan universitetdan bu yer beknochikka burun degan voy turbonshamda u buday maya degan bir turimiz ba'zi bir chirig'imiz buzilib ketsa-mi, 10 kun ishiga yoldirib ketdimiz, o o'ngshab bir qadam bormidi deb. Demak, nurg'un qimmat ko'z qarashini qayta tiklashimga bek yaxshi foydasi bo'ldi. Shuning o'xshash ham gap qaytib kelsak, men bu bek tuvan ma'rif bo'yicha so'zlamayman. Chunki unda meningcha xabarim yo'q. Mening asos shu to'liq o'tir ma'rifni putlagandan keyin faqat 3 xil so'zlaydigan yaba, ya'ni FMBO, HAFO, VVO deb. Yani siz burun o'zingiz qaysi bir davlat o'qigan bo'lsangiz, faqat to'liq o'tirdan diplomi qo'lingizda bo'lsa-ham, yoki siz FMBO yoki HAFO yoki FVO deb 3 xil diplomning biriga erishsiz. Erishgandan keyin endi MBO birdan tortib 4 kicha deydi. Bu hattoki eng kichik kutkuchilikdan, mol sotquchilikdan tortib toki sestralikcha yoki ma'lum bir hukumatning yo ximentilar ishlasangizmi, mush tartib bo'yicha endi sizni tarbiyalash ep bor ekan. Bu bir bizning bir o'tir texnikum demdik vatanda. MBO degan shu o'tir texnikumga deyman. Andan keyin HBOlar, VO degani endi u endi yuqori rasmiy oliy maktab saviyasidagi. HBO'ningki VOdan farqi nima deganda, HBO asos sizga nazariyani asos qilib o'tadi, lekin amaliyotni ko'proq sizga asos qiladi. Shuning siz HBOni Gollandiyada puttasangizlar, asos jihatdan xizmatga o'rilish ehtimolligingiz intayin yuqori. Demak, tez moslasha olasiz. Chunki bu yerda ishlayotgan nurg'un akalarimiz, qarindoshlarimiz bor. Nega olsanglar
Birisi til, yana birisi nima erfaring. Erfaring degan shu tajriba, tajribangizning bo'lishi bular uchun bek muhim hamda. Chunki siz tajribasiz bo'lsangiz, sizni yetaklash uchun bular nurg'un vaqt, zehn, kuch chiqaradigan gap. Nima deganda ham hobiyo sizni ajjatda bir jamiyatga chiqib bir ishni ipmalaydigan holatga kelib qo'ydi. Endi Vio'ning farqi nima deganda, Vio ko'pincha nazariyani asos qiladi. Vioni bitirib asosida bachelorda damallik chiqib ham xizmat topa olishimiz notayin. Uni o'qigandim oxirgi yana o'ylab qoldim, mastergacha o'qib, rasmiy bir butun nonni yigidek holatga chiqsiz. Umuman nazariyani asos qilgan, amaliyot birlashtirgan bir xil ma'rif uslubi. Bu texim inchik nuqtalar, lekin mencha mishar mushunchalik so'zlasak yetarli deb o'ylayman. Undan so'ng oliy maktab tizimlatishningki shartlari so'zlashni avval asman bugun kallamda yangi o'quvchilar jiqroq keldimi, DXDlar tatib, logolarni qo'yib o'zimcha. Keyin bu naqshdan ko'pinchamiz bilamiz, DXD degan hamda xuddi bizning shu digital kimligimiz hamda xuddi yenimizda kart deb yurgan bo'lsak, bu bizning butun uchurlarimizni mayli siz hukumatning to'rbitiga kirang, mayli o'qing, xizmat qiling, bir narsa setib oling, bundan hech kim arilanmaydi. Bu yo'q odam yo'q mening bilishimcha. Bundan kirsangiz ham uchuringiz sizga avtomatik chiqadi. Shuni o'qishdimi, mush narsani cho'qim qo'llanasiz. Ana Study Linkda bir narsa bor, siz kasb tizimlatgandan keyin shu butun men Gollandiyada qarsam 6000 dan ortiq kasb bor ekan. Bir odam o'qiyman desa, MBOdan VIOgacha 6700 xildan ko'p kasb o'qiy oladi ekan. Shunchalik mo'lkanda hamda bularning. Ash MBO bilan FIO va nima qo'yganlar? Texnik maktabdan tortib oliy maktabgacha. Mana tushunmagan tushunmasizcha. Birisi texnik maktabdan oliy maktabgacha deb yaxshi men eslatib qo'ydingiz. Yana birisi bunlar 4 turga ayrılib ketadi. Masalan, siz burun vatanda biz ijtimoiy fan, tabiiy fan deb ayirdik. Lekin bular 4 ga ayrıldı ekan. Siz san'atni o'qimoqchimi, yoki siyosiy bo'lmoqchimi, yo advokat bo'lamsiz, yo psixolog bo'lamsiz. Yoki siz mashinsozlikni qilamsiz, yoki siz bir remote ishlarni qilamsiz, yoki aeroplan haydamsiz, motor yasamsiz. Demak, shu 4 xil liniya bo'yicha ayrıldı ekan. Shuning o'zingiz xohlagan shaklni tanlaydi ekansiz. Şu mening yana bir yesqan tuyg'um bu yerda xohlagan maktabni, xohlagan kasbni tanlaydi ekan. Bu yerda millat, dinni yoki jins hech qanday ayrim yo'q. Eng xo'shog'a yeri shu. Biz burun Xitoylardan o'qigan ba'zi kasblarga o'lcham bati ham az sonli millatlarni hatto olmaydigan darajada. Biz burun yo'shin elimizda mushtavolga o'xshaydi deb qabul qilgan bilan ama kengri jamiyatga chiqqandan keyin uning farqini his qildik-da. Lekin bu yerda har kim o'xshash. Siz Gollandiyaning pasportingiz bo'lmasa, siz yana o'xshash shu Gollandiyaliklar o'xshash ma'rif sistemasini nambarini aytgansiz. Ikkinchisi yana bir eng muhim narsa, hech qanday bundan burun diplomingiz yo'q. Siz ep baxmagan yoki bo'lmasa diplomingiz ya vatanda qolib qoldi, yoki jushib ketdi degandek o'zingiz isbotlayamadingiz. Bu ahvol ostida hukumat buni ham sharoit qilib beradi. Demak, o'qiyman deganimga bahona yo'q ekanda 21 yoshdan yuqori bo'lsangiz, o'zingizning universitetda o'qish qobiliyatingiz borligini isbotlaydigan bir siloh bor ekan. Shuningdan o'ta olsangizlar, yana diplomsizmi universitetni davom qila olasiz degan gap. Oldingi shartda til o'tkili. Oldingi shartda til o'tkili, to'g'ri. Anin kirish oson, lekin o'qish bitirish ham unchoq oson emas. Buning uchun shu boshqalar jafo tortganda, Turkiyalik vakansiyalar ketganda, yoki aramaga vaqtlarda boshqalar 4 soat o'rgansiz, 8 soat, 10 soat ashundaq badal to'lab, nurg'un zehn qantaringizni singdirsangiz, undan keyin bu sizga, lekin men shuning ishondimki, bu yerda qanchalik badal to'lasa, avvalo albatta Allohning nusrati izni bilan bo'ladi. Lekin inson cho'qim shuningki, ajrning natijasini ko'rdi ekan. Ne o'ylab baqsam, 3 yil avval kampga kelgandim shu. Recep abilardan yürüttük. Buradan ilk benden başka bilmeyin. İşki Gollandiyalık yaz titrem. Lekin Allah'a şükür hazırlık. Bir kişinin gözünün içine qarab, rahat paranglışarlığım, sözüşerliğimden avval elbette Allah'ın bəgini ondan qalsa, muş tirishchanlikning ki bir mevsini ko'rgandek xo'sh oldum, iftiqorlandim demekçi. Yani bilsen haqiqiy bir narsa o'rganib chiqa oladi ekansizlar. Burun masabatda to'langlaydik. Daha şöyle pütlerdi 4 yıl, 6 yıl biz nima o'rgandik, nima qildik deb qarsanglar nurg'un tabiiy fanda o'qiganlar qarsanglar oshxonalarda ishlab ketgan. Ijtimoiy fanda o'qish, she'r yozganlar yoki sotchilar qarsanglar shoprolab ketgan. Demak, nima deganda o'qigan maktab boshqa, bu yerdami shundaqki ba'zan nimalar. Hayot degan chunki hech kim o'zining 5-10 yildan keyin nima ish qilganini hech kim belgilayolmaydi-ku. Lekin sizda amallar o'zingizning arzu-armadiga yaxshi yetishda ma'la insofli ekan demakchilik. Xitoyga o'xshash valloqliq arzularni to'shqizib Dettikam deb şeş qalaqqandek atıp qo'yman ma maktabdan kelibdi. Ma'ning no'chi yeri tizimlat deyapti, tizimda xalqan vaqtida siz iftol qilib cancel deymi? Amalda qoldirib. Amalda qoldirib yetalaysiz.
Xohlasangiz o'zingiz xohlagan maktabni tanlab, xohlagan nimada o'qiy olasiz, lekin shu shartni hozirlasangizlar. Mana bu ma'rifdiki, mencha, mana bu haqiqiy o'qishdiki erkinlikga mencha mushundoq bo'ladi deb o'ylayman. Xalqqa vaqt kasb almashdi bo'ladi. Ha, xalqqa vaqtdan birinchiniz o'qib yiqib to'xtab turama kasb maqtas maskamamdu desangiz, yana boshqa kasb olishchi kelsangiz bo'laverdi. Ashirima haqiqatan odam suyundirdi. Endi balkim o'qish hayotingiz Gollandiyada qanday sizning hayotingizga muhim bir burilish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin inshaalloh. Anniki hamda rasmiy qabul qilish shartiga keldik. Ma'qul universitetlar shundaqki, biz buni qabul qilish uchun nima deganda, birinchisi yana shu yana diplom. Bayam dedik, diplom bo'lmasimi bo'ldi dedik, lekin uningki deganda 21 yoshga yuqori bo'lishingiz, ondan shu shartni hozirlay olishingiz kerak. Ya'ni men universitet o'qiy olmayman deganlar, qo'saqni umashni ko'zlayishingiz kerak demoqchida. Buning uchun ikki xil diplom, HAFO bilan FEVIO deb ikki xil chiqib ekan biz chet ellik o'quvchilarningki. Annekin IDB deb qo'ydi, diploma var dering deb. Har qanday mayli siz universitet o'qimang, ishqib diplominglarni mush Gollandiya hukumatining ma'rifdan o'tkazmanlar deydigan har qanday bir inson diploma var dering degan narsani arlanmaydi. Chunki siz qanday tuyatlikin akilan mushlar o'tdi desa, sizning diplomingiz bor degan. Mushlar e'tirof qilmasa, siz doktorlikni o'rganib o'qib kelgan bo'lsangizmi, bular yana e'tirof qilmaydi degan. Ikkinchisi yana shu deb kelsak, sog'lashlar til. Golland tilida ikki til bek muhim. Birisi Golland tili, yana birisi ingliz tili. Ham Golland tili davlatning o'zining tili bilisizlar. Lekin Gollandiya butun dunyo bo'yicha, xalqaro bo'yicha o'zining ona tili bo'lmagan davlatlar orasida inglizchani eng yaxshi so'zlaydigan davlat. Shuni qarasanglar, 7 yoshdan 70 yoshgacha hammadan asos jihatdan inglizchani ravon so'zlay oladi. Golland tilida, lekin unda universitet o'qish uchun eng tuvan bo'lganda cho'qim B2 stats examen NT2 deydi. Biz chet elliklar bergan imtihon, Lausuren Schreiben Lesen. Nima? Spreken demiş. Shu turda yani anglash, yozish, o'qish, so'zlashdan imtihondan o'tsangiz, ana siz bir diplom keldi. Eng avval mush bo'lish kerak. Bu bo'lmasa, endi tag'in quruq gap demoqchida. Ya misol sizning Gollandchangiz bek unda ya qiziqmadingiz, ya o'yladingiz bu davlatdan chiqib ketsamlar menga asqatmaslik mumkin. Yana men ingliz tiliga zehnimni qaratmoqchi. Uningmi fursat bor. Lekin mush ikki imtihonning yoki Yevropa qismida bo'lsangiz IELTS, yoki Amerika qit'asi tarafida bo'lsangiz TOEFL deb mush ikki imtihon bor. Bu xalqaro e'tirof qilingan imtihon. IELTS'da eng tuvan bo'lganda 6 numar, yuqorisi 7.5 gacha, bu 9 evasangiz bo'laverdi. TOEFLda 80 dan 100 gacha. Yani mushu shartni hozirlay olgan odam ondan Gollandiyada ma'lum bir tilni ingliz holatda o'qish shartini hozirlaydi degan gap. Lekin siz ingliz tili bo'yicha o'qisangiz bo'ldi. Lekin men necha kunga chiqqan xabarlarni ko'ryapsizlar, ma'lum xil bir narsalarni kuchaytiryapti. Nima deganda, chet ellik o'quvchilarga nisbatan bu hozir ash qoidami amaliylashgan qoida. Golland tilisiz cho'qim B1 saviya imtihondan o'tgandan keyin ondan IELTS'dagi natijangizni qabul qildim. Mesela siz Gollandcha bo'ldi, men o'rganmayman bu davlatda desangiz, birinchidan Imburxirani tamomlay olmaysiz, u taqshidi. Ikkinchidan siz inglizchada har qancha C1, C2 ko'p kelsangizmi, Golland tilidagi B1 diplomni olmasangiz, yana sizni maktab qabul qilmaydi. Chet ellik o'quvchi bo'lganingiz uchun. Shunga Golland tili muhim, ingliz tili muhim. Shunga bu mushning o'tirisiga farqlar sog'lashlar. Anda har bir maktabningki o'lcham o'xshamaydi. Eng tuvan o'lcham ma'lum B2 ingliz tiliniki shu IELTS'da 6 numar deb qo'yamiz hamda shu umumiy B2 dan ishinglar kerakda. Bu til jihatdagi. Uchinchisi nima deganda, yana boshqa masalan siz biochemistry deymiz, yo sizning bir fizik kasbingiz yo va siz ya bir tadqiqotchi, o'zingizning bir ayrim bir sohasi bo'lsa, unda siz shu sohadagi masalan matematika, fizik, kimyo, biologiya degan shu o'zingizning sohasida. Biz burun Xitoyda qanday qildi? Bir universitet imtihon bersak, shu 10 necha fan deganda testiyotda hammadan berdi. U hayotda asqatmam, uning bilan nimasi yo'qda. Malaning bir yaxshi nim qilgan yeri shu kasbning o'ziga munosabatga yaralgan imtihonisi va boshqasini biz sana shart qilmaymiz deganda hamda. To'rtinchisi, albatta sizning cho'qim kimligingiz bo'lishi kerak. Ya'ni iqomatingiz bizning siyosiy panohligalarni zaten universitetlar biladi bu yerda. Qarablar madad chunki uning bilan biz normalda erkin azad ishlayolamiz bu iqomati bor odam. Uni boshqa o'qishdimi ba'zan bir shart-sharoitlardan foydalana olamiz. Andagi yana bir muhim albatta o'qigan ekanmiz iqtisod. Gollandiyada to'g'ri o'qish haqiqatan bek nochi. Bo'lib 30 yoshdan to'g'ri bo'lsangiz bek nochi. Buni bilgan sog'doshlar biladi. Yana o'qish, butun
Näsriniz haqsiz. Uni hammasi hukumat ko'tarib berdi. Ya'ni mush duo deb bu Ma'rif ministrligi studi finansiyering mi deb qo'ydi, finansiyering mi deb qo'ydi. Ya'ni shularningki yordamida siz o'qishingizni to'liq bitkazay olasiz. Hatto uni boshqa UAF deb bir tashkilot bor. Bu maxsus shu bizdagi muhojir o'quvchilarga yordam qildi. Hattoki kitob, daftar, pulingizni tortib, kiroyingizga haqcha hammani ko'tardi. Demak, siz 30 yoshdan to'g'ri bo'lsangiz, mush o'qish puliga iltimos qila olsangiz yordamiga siz bir mo'cha yanchiqingizni chiqarmay, mush oliy ilmda o'qish fursatiga erisha olasiz. Unda 30 yoshdan cho'ng degan chog'da uchar o'zingiz to'laysiz. Faqat hukumat shu 30 yoshdan to'yinnikidan to'lab berishni asos qilgan. Lekin yana fursat bor. Unda mening pulim bo'lmasa-chi, qarz olsangiz bo'ldi. Qarzni shartli buni 20 yil, 30 yil qilib, balki 67 yoshgacha qarz berdi-ku deyman. 65 mi, 67 dan. Shu vaqtgacha o'qisangiz bo'ladi demakchi. Undan boshqa yana alayda tarbiyalash deb yana oliy maktablarning bu yerda bir no'chi yeri. Masalan, siz ma'lum bir sohada siz yoki donliq bir bokschi yoki siz bir tanarketchi, alay bir turda sizning bir talantingiz bo'lsa, men mush Gollandiya hukumatiga davlat komandasiga men shunda Yassi Ronaldodek, Maradonadek bir sharaf keltira olayman desangiz, voy yaxshi deydi. Uning o'zining tantarbiya sohasidagi bir sinaq imtihonlari bor ekan. Shunda o'zingizlar maxsus sizdan mush tantarbiya bilan qaysi soha bo'ling, shuni tarbiyalab, hatto dunyo sahnasidan o'rin olishingizga sizga shart-sharoit hozirlab bera oladi demoqchi. Unda olsa sağdaşlar, mesela uzrab ketdi, kechirsizlar. Eng oxirgi mazmun qanday Golland tilini yaxshi o'rganib, Gollandiya hayotiga tez moslasha olamiz. Bunda men o'zim esitgan 4 turlik mazmunni sizlarga o'rtoqlashmoqchi. Birinchisi yanlam shu gap qaytib kelsak bayoniyaq angladi. Ya'ni shaharlik hukumat ximenti deymiz, o'rlashtirgan til o'qitish programmasidan yaxshi foydalanish. Bu endi eng yaxshi o'qitish, chunki o'qishingiz haqsiz, kiroyangizni ko'taradi, sizdan hech qanday bir ortiq bir narsa talab qilmaydi. Demek mushu sharoitdan yaxshi foydalansak, bu hamimiz uchun yaxshi deb o'ylayman. Ikkinchidan, Uyg'ur tashkilotlar o'rlashtirgan til o'rganish sharoitlaridan unumli foydalanish. Bayam Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondini deb o'tdik. Mush bizning markazmi shu? Ya'ni shaxsiy Uyg'urlarmi shu? Nima deganda esa shu necha yil jarayonida Uyg'urlarmi ko'paydi? Uyg'urlarning qilayotgan xizmatlarimi nihoyat ko'paydi. Eng oddiysi hatto bolalarimizdan tortib ko'rib turasizlar, til o'rganish ana til kurslari bor. Ta'tillarda olsun, bayramlarda olsun, balalarımız şunda erkin azadamış, Avrupa şaraitida. Gollandiyalik Uyg'urlar shunda yaxshi sharoitlarni hozirlab turadi. Mushu bir güzel bir xizmat amaliyotda. Shuna yana to'plar qurilib, masalan, boya Mehrin Samolimni u xonimni kuchidan chiqarib, tashkilotlarni kuchab taqib, texnik ko'p Uyg'urlar foydalansin deb qilyapti. Demak, bu biz uchun nihoyatda cho'ng bir foyda. Chunki sirq chiqib o'zingizning qilib baxsanglar, bir ingliz tilini kurs yoki gollandcha kurs qatnashim desanglar, hoş bizning sıhhatlilerden burun men konumdan so'ragan. 1 yillik o'qishi sizni aşık seviye bulup B1 seviyeye çıkışınızda 1 yil o'qitdi ekan, 1 yil uchun o'qish puli 6,5 ming oldi ekan. Faqat o'qish puli olam. Demak, biz uchun tashkilotlarning qilayotgan xizmati o nihoyatda biz uchun qimmatli demakchi-da. Üçüncü yana bir taklif pasif energiyadan yiroq turib, tajribali kishilarimizga ko'p ta'lim berish. Belki ba'zilardan yurib ketib yetishi, voy yo'q, prov deganda bek test oldik. Voy o'qish degan voy bo'ldi, aşıklik o'qib qo'ysang deganligidek gaplar bo'lishi mumkin. Balki 10ning 100ning ichida biroz uchrab qolgan bo'lsa, ularning gap tufayli ma'lum Gollandiyaga bo'lgan muhabbatinglar, so'yginglar, hayotning keyin bo'lgan umidinglarni bunda azlashga yamsa bo'ldilar deb rayonga inib qilishga sabab bo'lib qolmasin demakchi. Lekin yana aramizda aktif energiyalik, hayotga umid bilan qaraydigan, yeni kelsaklam og'zidan shunday yaxshi so'zlar to'kilib turgan qarindoshlar mencha nihoyat nurg'un deb o'ylayman. Anan to'rtinchisi yanala mana maktab sharoit hozirlab berdi, Uyg'ur tashkilotlar atrofimiz kishilardan qag'imchi o'zimizga qoldi. To'xtamay bo'shashmayli, tirishayli. Ana uylangan bilan kitoblar qolmasin. Bizlarga ba'zan biz qaraganda his qilsizlarki, men turklar, arablar ochiqga, yuzqilaraqga so'zlar davrga xatosi to'rsa ikban. Biz deyza deb bizlar ba'zi qo'rib qoldik ekanmiz uchun. Nima deganda Gollandiyalikni his qildinglar, ma'la zanglik qilmaydi. Haqiqat xato so'zsakmi, mahik deb turib qolsanglar, og'zi demamsa demaydi. Shunday kulib turgankin, sizlar o'zingizlar rahat his qildik ekansizlar. Demakchi o'g'lim, o'sha sharoitdan yaxshi foydalanaylik. Bu biz uchun bir yaxshi o'rganish maydoni demakchi. Bundan keyin Gollandiya haqida qo'shimcha ma'lumotlar mushunday leksiyarim tugaydi, kechirsizlar. Birinchisi Gollandiya diplom davlatiga, mening his qilganim
Yani diplomoz hatta bir söz üçünü alsam şu ballarını başlamış doktorlarla zaksıda taşlaştım bir diplom vardı yakında anladım. Demek ki ben nasıl diplom var kendi. İkincisi bu velosiped ki. Velosiped bir minimesek biz Uygurlar arasında rekord yaratып etkenler ama 100 kilometre yolunu bir gün bisiklet. Ben o kursu 70 mi 80 kilometre aydap yıktım bir gün. Lekin şu Nimo degende bu devletten qarasang acayip güzel yerler. Velosipedni ne deyim desanglar, sınavga chiqib olmasanglar, chiqib yo'llar. Shunday güzel. Üçüncüsü baş devletke. Ya bunu belki meyli. Ma xizmat to'g'ri so'zlagan qarindoshlarimiz texim yaxshi tushundirdi. Ana nima muhim deganda pravbek muhim ki. Ya kampaniyangizda bo'lsa, ben kelganda boshlab shu qarindoshlarimiz degan jasorat bo'lsa, pravmush vaqt yevasangiz yaxshi deb arlaqsh öy chiqib bizim o'qishdan aldirash olib ketdik. Lekin turmush va odamga endi prav degan uni qanchalik muhimligini sizlar mendan yaxshi tasvirlab bera olasizlar. Ikkinchisi vaqt qirg'oy qilish bek muhimki. Shu 11 oldi-ki. 2 oldi-ki. Ana yana birisi muhim uçurlarni, to'g'ri biz Uyg'urda bizlarga ijtimoiyligimiz kuchli millatchi, o'tsasak uni buni so'rab, mundishu biz ashanda hozir olalaygan millat, boshqa millatdek yoki nima shaklda emas, ijtimoiyligimiz kuchli. Lekin buning ma'lum bir qimmat nimasi bo'lish kerak ekan. Chunki nima deganda ba'zan vatandoshlik to'g'risida so'raydi ekanmiz, o'qishda so'raydi ekanmiz, bir kishining og'zidagi ma'lum bir so'z bizning ma'lum bir muhim qaror chiqarishimizga sabab bo'lib qolmasin demoqchi. Chunki har bir kishining ahvoli qarta nimasi qarta o'xshamasligi mumkin. Shuni yana nimani asos qiling, davlatning to'rbitiga kirsangiz, hamma mazmun bor. Siz butun nimalarni aqtira olasiz. Ya bo'lmasa telefon qilib, ya email yo'llasangiz, siz so'ramoqchi bo'lgan savolga javob bera oladi. Uni nima qilamisiz? Google Translate deb tanishib ya turishchiga Uyg'urcha ham tarjima qilindi. Ya atrofdagi boshqa qarindoshlarimiz bunga yordam qildi deb o'ylayman. Lekin bir shaxsning ma'lum bir so'zini bu mandaq degan to'g'ri deb o'zingizning muhim ishlarga qaror chiqarishning o'lchimi qilib olmoq demoqchi. Yana shu davlatningki muhim torbatlarini ko'rishbek muhim demoqchi sodiqlar. Annekim bugun kampga hech kim kelmabdi-da. Ammo biz kampga o'quvchilar va ularga bir kelib o'zimning bir yurak so'zini aytay deb o'nglagan. Ha, bormi? Qolganimiz videodan ikki qiz so'zimni bildirib qo'ysam, menam kelgili 3 yil bo'lay deb qopti. Kompaniyati qiyinmi deganda, mencha qiyin. Bu shaxsan mening ko'z qarashim. Oson emas. Mayli oila o'yichi kelinglar yoki xotin bolalaringlarni qo'yib qo'yib kelganlar yoki bo'yitgan qulinglar, bo'libmi ayollar qaraganda erlar texmi qiyin deb o'ylayman. Biz mana shu 6-7 yosh paypoq urab, kusar urab, shu iliq stresslar, qachon menda intervyu olasiz, qachon menga keladi degandekda. Endi qo'saqlar ichib, demak oson emas kompaniyati. Lekin mening ham shu kompaniyatida avvalo Alloh albatta, lekin mening qo'shimcha yana ismdan chiqmaydigan bir ilhom so'z. Shu Shayx Ahmad akamiz pat kelibdi mening kampa yo'qlab, jasorat deb qizni ilib, Rajablarni samslam tushirib yetdik. Shu vaqtlarda bolalarning deydigan yeri adash, yamsa shayxim deydi. Ko'ngillarga yerim qilib ketmanglar. Bu yerga kelib oldinglar, hamma cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. E'liq pasif energiyalarni o'zinglarga bek voy anda qopdi, bizning ketkizib yetami, anda qo'lami deb bunda nimalarni akirib olmanglar. Chunki bu yerga kelishdan voy Gollandiyaga kelib olsak deysizlar, kelisizlar aydirim chiqib of degan keyin voy kampga kirib olsak deysizlar, kampga kirgandan keyin o'tirim chiqsa deysizlar, o'tirimi chiqdi. Qachon uyga chiqaman deb uy saqlaysizlar, uy chiqqandan keyin voy qachon o'qishga kiraman, yamisi deymi, yana uning orqadan yana pul topsam xizmat. Demak, hayot o xizmat deb bo'lganki qachon vatandoshligim chiqadi, qachon vatandosh chiqadi. Demak, hayotda g'am tugamaydi. Hozirning o'zi muhim, eng yaxshi ro'y kayfiyat holatini saqlanglar. Cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Alhamdulillah, avvalo Alloh yaxshi bo'lib ketdi. Vaqt masalasi. Ha, faqat vaqt masalasi ekan. Bu ham bizga nayt sabrchanlikni, nurg'un narsani o'rgatdi. Shu yolg'izlik jarayonida men o'zimdagi nurg'un kamchiliklarni, nurg'un o'zimning qiliqsiz odatlarini his qildim. Chunki burun mayli men Turkiyada yashay, Misrda yashay, nurg'un odam ko'p yashagan vaqtda biz aldirab yuzimizga demaydi ekanmiz, ko'pchilik qarda his qila olmaydi. Lekin kompaniyatda men yolg'iz qolamanda, chunki birazdan menga ehtiyoj tushmaydi, işte do'stlarimiz izlab qo'ymasa, meni hech kim izlamaydi. O'tirib baqaman, yetib baqaman, turib baqaman, menib baqaman. Demak, qanday hamma inson qaytadi ekan-ku. Shu yolg'izlikmi menga o'zimniki nurg'un kamchiliklarimni, hayot o'tkazgan xatoliklarim bo'lsin, nurg'un his tuyg'ularimni, yana birisi Alloh bilan Rabbimiz bilan bo'lgan aloqani
texim kuchayishga bir sabab bo'ldi. Shuni men o'ylaydim, ba'zi odamlar 15 kun ketganlar varda, biz kelsak korona terapiya operat uli qarsa 15 kun chiqdi endi. Uni alsa yurak teximi bir xil o'tdi ekan. Ba'zilar alsa, "Voy, nima sizlarning 1 yil turgan bo'lsang, bizga 4 yil, 5 yil turganlar var" undan anlab, degandekidek. Lekin inshaalloh shuning ishini hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Balki men yaqinda ko'rgan balkim xabarlar qarab balkim sal o'diqishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Inson bo'lgankin ansiraydi ekanmiz, g'am qilib qoldi ekanmiz, lekin yana g'albi nusrat Allohdan, musulmon hammamiz shuning ishimiz deb o'ylayman. Qolgan yo'llar shu o'zining yo'lida inshaalloh eng go'zal ravishda hal bo'lib ketganlikqa hammamiz ishonamiz. Lekin bu qarorlardagi hujjat qilib chiqilgan qonunlashgani yo'q-ku, to'g'ri asosiy qonunlar. Shunga bir Nederlandcha bir gap bor, 10 denken deb qo'yilganlar. Yaxshi tarafdan o'ylanglar. Balkim buningdan bir xayrlik, bir yaxshilik bordir inshaalloh. Shu bu qarindoshlik degan shu yurak so'zim shu komtikilarga. Marasim oqshab o'zimizda ko'rib bir xil qalbchilik kompaniyatlari ismga kelib degandek. Shu inshaalloh mushlar yaxshi bo'lib ketadi. Savol bo'lsa savol so'rasanglar degandim, lekin kechirsizlar 20 minut deb 40 minut bo'lib ketib qoldi. Vaqtinglarni deb qo'ydim, kechirim so'rayman. Leksiyani mushuna bilan tugadi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Janob Alloh salomat, ishinglarni o'ngishliq, ko'ngillarni xotirjam dunyo oxiratda ajr azm ato qilsin. Omon bo'lgaysizlar. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat.